O yaqinlarim, assalomu alaykum. Tuzukmisizlar? Sog' salomatmisizlar? O'zim bilmagan holda, lekin bugun bitta katta ishga qo'l urib qo'ydim. Bugungi sotuvimizda Xitoyda ishlab chiqarilayotgan Kinglong 6900 liniyada yuradigan avtobus. Siz nimalar qilib tashyapsiz, aka? Assalomu alaykum Asrbek aka. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingizmi? Qarang aka, bu avtobusni olib kirsiz. Hozir buni So'lchi biznesmenlar ulgurib qolasizlar, liniyada yuradigan akalar ulgurib qolasizlar, arzon narxda kelishilgan holda berib yuboramiz. Buni aka qisqacha bitta avzor qilib bersak. Bo'ldi. Qanday bo'ladi? Avzor qilamiz. Unda boshlaymiz. Qarang aka. Bu hozir yoqilg'isi qanaqa? Yoqilg'isi 5 ta 120 talik metan gazi bor. 5 ta. 5 ta 120 talik metan gazda mana tepasidami? Tepasida yopilgan bo'ladi. Yaxshi akajon, zo'r. Buni uzunligi necha metr o'zi? Uzunligi 9 metr sal ziyodroq. 9 metrdan ziyodroq, ha? Ha, 9 metr deb hisoblasak ham bo'ladi. Bu balonlari qanaqa? Balonlari agar avtobuschi akalarimiz famiga borsa 22,5lik diska balon bo'ladi. Juda ham baquvvat, Xitoydan ishlab chiqarilgan. Mana bu yamalari ham juda ham baquvvat. Kamida bir 2-3 yil bemalol almashtirmasdan haydasangiz ham bo'ladi. Tishlari, ariqchalari juda ham chuqur. Gap yo'q aka, lekin shu paytgacha avtobus reklama qilaman deb o'ylamadim. To'g'risi, yangilik kirityapsiz. Ha, yangilik kirityapmiz. Xudo xolasa, bundan ham yaxshi bo'ladi. Oldi tarafdan ko'rinishi ahamiyat qarataverasizlar. Bu eng oxirgi model, ha? Oxirgi modeli. Bundan keyin model chiqqani yo'q. 24-yilda ishlab chiqarilgan. 24-yil oxirida. Ha, bu eng oxirgi model. Yaxshi, mana tashqi taraflar oynalariga ham ahamiyat qarataverasizlar. Haydaganda ham shofyor akalarimizga juda qulayliklarni yaratib berar ekan aka. Tushunishim mumkin. Oldiga keladigan bo'lsak, aka, bu elektronik tablitsa, to'g'rimi? Elektronik tablosi. Kim nima qilsa, qaysi liniyaga olsa yoki birorta zavod, sex, ishchilarni toshish uchun yoki yo'lovchi transportga olmoqchi bo'lsa, o'sha yerga raqam yoziladi yoki korxona nomi yoziladi. Qisqasi o'zi xohlagan narsani yozib qo'yadi. Xohlasin korxona, xohlasa raqam qo'yib liniyaga qo'yib beradi, to'g'rimi? Maqsa bo'ladi. Mana bu keyin KSNG deb yozilgan-ku, buni ma'nosi faqat metan gazda yuradi degan. Ha, bu hozir bundan boshqa yoqilg'isi yo'q. Dizel, benzin, unaqa yoqilg'i yo'q. 5 talik metan gazda yuradi, 700 km yuradi. 700 km yuradi. Ha, 2 yur ekan. Bo'lmasa yaxshi. 700 km yuradi. Buni yana qayerda bor aka, elektronik tablolari? Elektronik tablolari ichkarida bo'ladi. Ichkarida? Da. Orqasida, ha, mana orqasida ham bo'ladi. Ahamiyat qarataverasizlar. Kamerani tagida ham bor. Chiroyli, zo'r. Как раз mana modellarini ham nima qilsangiz bo'ladi, ko'rsatib. Shu aka, mana korxonalar ochilyapti, O'zbekiston rivojlanyapti aka. Misol uchun biznes egalari olsa bemalol odam tashisa bo'ladimi? Firma, korxonalar, tekstillar bo'ladi, bemalol. Oho! Ana, Kentavr deydi. Miyam qizdirib qo'yapti, lekin xudo xolasa buni ham bir o'rganib chiqamiz nasib bo'lsa. Vichay motor joylashtirilgan bunga. Juda ham baquvvat motor. 225 ta ot kuchiga ega. Gap yo'q aka, lekin vafshi motor kattaligini qaranglar, mendan katta-ku bu. Zo'r. Hozir endi ahamiyat berdim. Har tarafida kamera. Nechta kamerasi bor buni? 9 ta kamerasi. O, gap yo'q. Mana orqasida kamerasi bor. Orqasida bor, yonlarida bor. Ikki yonida ham bor. Mana, ana kamerasi. Bu yerda ham bor, tashqarida ham bor. Gap yo'q aka, lekin siz yangiliklarni vafshi kattalarini olib kelyapsiz aka O'zbekistonga. Mana kamerasi, ahamiyat qarataverasiz. Oldida ham. Oldida ham bor, ha? Ha. Mana. Bitta olib kelasiz kamerani. Tashqarini o'zida 4 ta. Tashqarini o'zida 4 ta. Xavfsizlik jihatdan ham har taraflama mukammal ishlangan ekan avtobus, to'g'ri? Sensorlari ham bor, sensorlari ham hammasi ishlaydi. 1 metr, yarim metr darajada qolgan nimalarni mashina o'ziga signal beradi, yaqinlashib qoldi ularga. Zo'r aka, gap yo'q. Men shu paytgacha avtobus reklama qilaman deb o'ylamadim. Bu endi odam tashish zonasiga kelsak, bu necha kishilik aka? Shofer bilan 31 kishilik. Shofyor bilan 31 kishilik, undan tashqari men bemalol aytdim, korxona, firmalar olsa ham, liniyaga olsa ham mana bu yoqda turib ketsa ham bo'ladi. 65-70 kishini bemalol bag'riga sig'dira oladi. Gap yo'q aka, bu zapaska baloni ichida, ha? O'zida keyin o'zi Kinglong kompaniyasi tomonidan 1 yillik garantiyasi bor. Любой narsa bo'lsa, uriladimi, turtiladimi, surtiladimi, 1 yil garantiyasi bor, almashtirib beriladi, bepul. Yaxshi, gap yo'q aka, mana kameralari ichkaridagi. Ichkarida kameralar. Xavfsizlik tarafga juda katta e'tibor qaratdi. Mana bu kameralar esa odamni
kirganini va chiqqanini ham sanab bera oladi. Ha, u Ko'rsatib bera oladi. ikkalasida ham bormi? Ikkita eshikda ham bor. Mana. Qancha odam kiryapti, qancha odam chiqyapti, hammasini sanab beradi. Monitorda ko'rsatadi. Misol uchun liniyada yuradigan akalar uchun, to'g'rimi? Shunday. Misol uchun, oxirida hisob-kitob vaqti nechta odam kirdi, nechta odam chiqdi, hammasini hisoblab beradi. Bemalol hisoblab beradi. Monitorda ko'rsatadi. Gap yo'q. Qisqasi, o'tirishga 30 ta, 30 bitta shofyor bilan 65-70 kishi bemalol mana shu avtobusga ketadi, to'g'rimi? Ha, bemalol sig'adi. Yaxshi akajon, tak, bitta qarang. Bitta yoqib oling buni, mana tepadagi svetlarini. Nasib bo'lsa, turist tashiydigan avtobuslarni olib kirasiz-a? Nasib? Xudo xohlasa. Yo'q, lekin bu bir boshda og'riq ekan qarasa, mana bu ko'rsatib yubordi. O knopkalarning ko'pligini qarang. Bularni o'rganib olish uchun ancha vaqt ketadi deyman shekilli. Hali o'zimizda ham uncha tushuncha yo'q. Agar xato kamchiliklar o'tgan bo'lsa, kommentariyada yozib ketsanglar, xudo xohlasa to'g'rilashga harakat qilamiz. Shunday. Hali ham obuna bo'lmay kuzatayotganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyin yana xudo xohlasa bundan ham yaxshi videolarni chiqarishimiz uchun. Biz qancha rivojlansak, shuncha ko'proq sizlarga ma'lumot beruvchi videolarni chiqaramiz xudo xohlasa. Shunday. Tak. Bu oynalari mana yondi. Ichkari qismida ham kameralar, mana monitori bor, katta bemalol ko'rishinglar mumkin. Mana o'tirib, misol uchun tomosha qilib ketsa bo'ladi. Kinomi, biror konsert qo'yib olib, to'g'rimi aka? To'g'ri. Buni isitish, sovutish tizimi qanaqa? Mana polniy rost kameralari hammasi ishlaydi. Monitorda ko'rsatadi. Mana. Kameralar. Tashqari taraf, ichkari taraf. Mana bu ikkita kamera hali nima yoqilgani yo'q, bu odam sanayotgan kameralar. Ikkita eshikdagi. Yaxshi, gap yo'q aka. Buni isitish tizimi qanaqa? Isitish tizimi juda ham zo'r. O'zini o'zi isitadi ham, o'zini o'zi yaxlatadi ham. Juda ham oson bu. Misol uchun muhitga qarab o'zgartirsa bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Sovuq ob-havolarda bemalol pechkasi ishlaydi, issiq bo'lib ketsa konditsionerda qo'shib yursa bo'ladi, to'g'rimi? Shopir uchun ham sizdan isiydi. Shopir uchun. Xo'p, bu kolonkalari, kolonkalari bor, aptechkalari bor. Mana shu yon tarafda aptechkalari bor, ognetушителlari bor. Agar biror nima bo'lib qolsa, oyna sindiradigan bolg'alari ham bor. Ognetушитель ko'rsatib yuboring, baxtsiz hodisalar uchun. Endi baxtsiz hodisa bo'lmasin-ki, mana bu zapasni mana chiqishlari bu. Ha, agar oyna ochilmay qolgan taqdirda bolg'achalar ham bemalol sindirib chiqib ketsa bo'ladi. Xavfsizlik jihatiga ham ko'p e'tibor qaratilgan ekan. Bu yer qanaqa joy? Bu yerda ber nogiron odamlar uchun. Mana bu avtobusimiz keyin o'z ko'rsatamiz. Mana bu eshikda, mana zinapoyasining tagida ochiladi. Invalidlik kolyaskalar bemalol chiqib tushsa bo'ladi. O'zini tikka narvonchasi bor. Gap yo'q aka. Ana soat ko'rsatib o'tiribdi, soat 4:15. Monitorlarning hammasi ishlaydi. Prosta yoqish kerak, ulash kerak, o'zingizga kerakli ma'lumotlarni tiqsangiz ko'rsatib ketaveradi. Ha, mana. Bu shofirga signal beradi. To'g'rimi? Signal beradi shofyorga. Ha, eshikni oching yoki to'xtating degan. Yaxshi akajon, gap yo'q. Endi bir eshiklarni ochib, yopib ko'rsatsangiz. Biror aka sizga bermagan, misol uchun so'ramagan biror ma'lumot bo'lsa, aytib ketavering qo'shimcha qilib. Mana bu eshik, ana shu tarafga o'tamiz hozir. Ko'rishinglar mumkin. Bu mana shotkalari ham bor ekan. Odamlarni loy, tuproq bo'lsa, tozalab tashlar ekan. Shunday, mana bu yerda nima bor? Invalidni nima tushirayotgan? Knopkasini bosadi. Masalan, agar yo'lovchi tashish uchun avtobuschilar olsa, invalidli odamlar keladi, mana bu knopkani bosadi. Eshityapsizlar, signal beryapti shofirga. Shofir tushadidagi mana bu yerda o'zini nima qilayotgan joyi bor. Ana shu ochiladi. Polniy rost ochiladidagi invalidlik kolyaska bemalol chiqsa bo'ladi. Bemalol chiqib ketadi, to'g'rimi? Yaxshi, gap yo'q. Zo'r aka. Tak, yana qanaqa ma'lumotlar qoldi bermaganimiz? Yana qanaqa ma'lumotlar qoldi? Menimcha hamma ma'lumotlar aytildi. Agar kimga yana savollar tug'ilsa, bemalol tezroq so'rashlari mumkin. Biz ularga qo'shimcha ma'lumot berishga tayyormiz. Gap yo'q. Bu hozir Xitoyda ishlab chiqariladi, to'g'rimi? Buni aka qarang, bu hozir yangi holatda. Probegi nechi? Probegi bu primoy Xitoydan kelgan Qozog'istongacha.
Qozog'istondan bu yerga haydab kelgan 1800 ta o'zini probegi. Qozog'iston probeg. Qozoq chegarasidan Shergacha kelingan probegi. Ha, u misol uchun hech qanaqa odam tashishga ishlatilmagan. Yo'q. Prosta shunday qozoqqa tushgan, qozoqdan bu yerga olib kelingan shu probeg bilan turibdi. To'g'ridan to'g'ri, chunki bu treylerga ham sig'maydi, nimaga ham sig'maydi. Shuning uchun haydab olib kelingan. Gap yo'q lekin aka. Qaddiz zo'ring edi-ku. Zo'r. Gap yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilishsa, Aha. narxi juda ham zo'r aka. Chunki agar odam o'zi olib Xitoydan o'zi olib kiraman desa, bunaqa narxga 100% olib kira olmaydi. To'g'ri aka, endi narxini telefon orqali gaplashadi, kelishiladi. Chunki bu kichkina narsa emas-da. Shunday. Bu katta ish degani bu. 70 kishilik toshiydi liniyada xohlasa mana korxona, firmalar rivojlanayotgan bemalol olib ketsa bo'ladi. 70 kishini bemalol sig'dirib tashlashlar bo'ladi ishchilarni-da, to'g'rimi? Ishchi yoki yo'lovchi farqi yo'q. Bo'ldi aka, bitta telefon raqamchani aytib o'tsangiz. Telefon raqamlarimiz 90lik 227 17 73. Doimgidek 90lik 227 17 73. Hurmatli obunachilar, bu Kinglong 6900 liniyada yuradigan avtobus sizlarga qiziq bo'lsa, narxi yoki ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, shu nomerlarga telefon qilasizlar. 90lik 227 17 73. Bemalol Jahongir akam telefon qilsangiz, chiroyli narxlarda to'liqroq ma'lumot beradi. Kelsanglar ko'rib, olib ketaverasizlar. Jahongir aka, sizga katta rahmat. Xudo xolasa, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hurmatli obunachilar, videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlayverasizlar va bizdan xato kamchiliklar o'tgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Kommentariyada yozib ketsanglar, biz o'z xato kamchiliklarimizni to'g'rilaymiz. Va bitta manzil aka. Manzil Samarqand shahar, Qarshi kurugida o'zida ro'parasida Dongfeng Shinray avtosaloni. O'sha Dongfeng Shinray avtosalon rasmiy joylar. Shunday. Avtofurgoningiz to'g'ri tanlov. Sog', salomat bo'ling. Avtobus sizni kutib o'tiribdi.